alaykum. Sizlar bilan Craftman. Bugungi videoligimizda biz topshiriqlar bajarish ikkinchi qismini olamiz. Mana biz qishloqdamiz. Bizning bitta maqsadimiz esa zombi shifokori. Ya'ni biz mana shu qishloqdagi birorta qishloqni zombiga aylantirib, keyin yana qishloqqa aylantiramiz. Videomizni boshladik. Balki buni zombiga aylantirib, qishloqqa aylantiramiz qaytarib. Endi uni keyinroq bila olasizlar. Hali o'zim bilmayman qaysi birligini. Birinchi navbatda shu kompot uyiga borib kerakli narsalarni sandiqdan olsak, ketdik bo'lmasa. Sizlar videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Mayli, birinchi daraxt chopamiz. Shu chopamizda keyin deb turib hammasini aylantirib, bunday turib videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Sababi biz 1050 ta obunachiga erishishimiz kerak. Obuna olmagan hech kim qolmadi deb meni aldamaysizlar. 90% odam obuna olmasdan ko'ryapti. Haram bo'ldi. Tapor esa olamiz. Olmasam biz mana kompotni ko'rsak. Ko'proq jamoaviy videolar chiqishini xohlasanglar, kanalga obuna bo'linglar. Nimaga video uzoq chiqdi desanglar, sababi men ham o'qiyman, sizlarga o'xshagan oddiy bolaman men. Yana nima desam, yoshimni so'rab kommentga yozmanglar, bari aytmanglar. Aytaman, faqat 2 obunachidan aytaman. Aytib qo'yaylik, bari yurtimizda artefakt muxlislari ko'pmi yoki kayzoni? Artefakt muxlislari ko'p bo'lsa videomizga, kanalimizga obuna bo'lamiz. Kayzoni muxlis bo'lsangiz videoga like bosamiz. Qani shunday solishtirib bilib olamiz. Yo, what the hey. Nima bo'ldi? Короче, bilmadim. Qishloqlarda ko'p ekib yuradi o'zimni Telegram kanalimni ochganman, YouTube obuna qo'yinglar. Telegram kanalimga silka video kommentariyasida bo'ladi. YouTube obuna qo'yinglar. Mana ovqatlar yig'ib oldik. Bo'lmasam bunday qilamiz. Bo'ldi, mana olib oldik. Bola videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomizni ko'rdinglar, videomiz yoqqan bo'lsa videomizga bitta like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. 3-chi qismini ham tez orada chiqarishga harakat qilaman. Sizlar like bilan obuna va men 3-chi qismini chiqaraman. Iltimos, video aktiv bo'linglar.